Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçlər. Reallığımızğa nəzər proqramımızın 5-ci sani görüşlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, 2 həftədə bir davamlaşdırmaqçı olub başlayan proqramımız yenə yeni bir tema bilan huzurunuzda boladı. İnşallah biz proqramımızın ən başlanışı degəndək millətimiz içində oңuşılışı kerak bolğan, hal qılınışı kerak bolğan məsələləri programımızın daimlik mehmini hemmimiz tunuşuq bolğan vətən içində bolsun belki muhacirətdə bugün xalqımız onun meyvelik nurgun əsərlərdən, fəaliyyətlərdən faydalanıb gəlib atqan hörmətlik Abdurrahim Dövlət Əpəndi Səlcuq Üniversitesi Tarix fənləri doktorantı və yazğıcı Abdurrahim Dövlət Əpəndi qatnaşıb gəlib atdı proqramımızğa. Bugün həm təklif qıldıq. Aradan əlbəttə bir iş kəpdə proqramımızı davamlaşdıramaya qaldıq. Bəzi bir səbəblər tüpəyli. Aldı bilən proqramımızın daimlik mehmini Abdurrahim Dövlət Əpəndini ziyaretimizi qəbul qılğanlıq üçün köp rəhmət eytim aldı bilən. Rəhmət sizə. Sizə köp rəhmət müştəq fürsətmi yaratılğanlıqla. Allah razı olsun. Qadirlik görürmənlərimiz proqramımız Naq Meydan'dan daxil oldu. Facebook, YouTube arqılıq proqramımızға alaqadar arqandaq fikir təklif, suallarınlar bolsa yollaşınlarını ümid qılımız. Şunaqla köplügən qeyrindaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşuna həm unutulmağızlar. Əmrət biz tünügün elanımızda bəgəndək, əlbəttə bundan burunqı hər bölümdə bir tema tutup gəldik. Bugün inşallah yaşlar haqqında oyunlaş deyən tema qoyduq hamda. Həmmimizə məlum ki, yaşlar bir millətinin ki umurtqusu desək, o millətini qət kötəgüzdüğən, yoki gülləndirdiğən və yoki bu məsələ dəl əksi onu düşürüb ötüdüğən, onu yer bilən yeksan qıldığın mı, şu millətinin ki, yaşlarının ki, sapasığı görə bulunan gəpəmdi. Kəlgüsünün ümitləri şu yaş ösmürlərimiz. Əlbəttə bundan burunqı proqramıdır mı, ösmürlər, prezident tərbiyesi, ana til bu məsələ toxtaldıq. Bugün bu məsələdə haqqında bir oyunluş qılıb, vaxtımız qısqı bolğan bolsa mı, söhbət elib barayılıb oturubdumuz. Əlbəttə dinimiz mi, həmmimizə məlum ki, yaşlarga şunçilik əhmiyyət bərgən və bu yaşlıqның ki, qiyamət gün Allah subhanahu wa ta'ala şu hər qandaq bir bəndinin ki, töt xil nəsindən soralmay turub, ərgiz başqa yaqqa ketənməydi degan bir hadis, məşhur bir hadis var. Şu hadisdə mi, o ömrünü nimige ötküzdü, ömrü haqqında, insanın ömrü haqqında ve şu ömrünü nimige ötküzdü, bunun sual sorak kılınmay turup dep bulup, onun gayden yaşlıqını nime bilen ötküzgerliki haqqında mı soruldu dep ayrım tilgi elinişi mi bu hakikaten yaşlıqının ki qançıq muhim ekanligini görsəsi gerek her bir Müslümanğa. Şundaqla Peygamberimizin ki şu yaşlık hayatını qadirlegen, bunu muvaffaqiyetlik şekilde hiç qanday israf qılmasını ötküzgen, Allah'a taqvadarlıqla ötküzgen, 7 türlü kıyamet günü Allah'ın arşı sayesinde bulduğun kişini sanap gelip mi, yani yaşlarını sanaydı. Şunun birisinin ki Allah'ın iştahatı da ösken yaş dep tarifleydi Peygamberimiz. Demek muşunda nurgulluğun eğer keltürsek nurgulluğun hadisler var. Muşunda bir muhim bir tema, nokta bu. Bugün müşahide biraz toxtlayıl dep oturupduq. Aldı bilen biz hürmetlik Abdurrahim Dövlət Əpəndi şu bir cemiyette yaşlarının rolü nime üçün muhim degan şu sualdan kirsek bundan olsa. Qanday rahmet. Assalamu alaykum barliq qarindoshlar. Avval sizlarga Allohning salomini yollayman. Biz bu sualni hozir siz tilg'ilib yetgan shu hadisdan azroq bir aslidan boshlaylik deb o'ylayman. Siz degandek bu hadisda 4 xil narsa tilg'ilangan. Ya'ni bir odam o'zining hayotini nimalarga sarf qilganligidan, andan keyin yoshligini nimalarga sarf qilganligidan, topgan boyligini nimalarga sarf qilganligidan va o'rgangan ilmini nimalarga ishlatganligidan iborat shu 4 narsadan so'ralmay turib, boshqa hech qanday ish boshlanmaydi degan. Bunun içinde bizim dikkatimizi tartışma tegishli ki, hem de hemmisine ait muhim bolsunmu? Bir yerde hayatının bir soruludu, ondan da keyin yaşlıqdan yani bir soruludu degan bir narsa. Aslında yaşlılık umumu hayatlıktan bir jarayoni, yani bir kısmı. Umumu bir insanın hayatına nispeten fakat bir kısmından ibaret.
Mesela bizim hayatımız, boğaklıkımız, balalık devrimiz, böreklik devrimiz, bağlılık devrimiz, yaşlılığımız, o'rta yaş ve qarilik deganga o'xshash 6-7 bosqichdan tuzildi. Bu hadisda başka hiç qaysining tilga ilinmay, faqat yoshlikning alohida tilga ilinganligi insonning umumiy hayotiga nisbatan yoki bir insonning hayotining muvaffaqiyatli hisoblanmasligida ömrüning oxirida uning belgilaguvchi bosqichning yoshlik ekanligini ko'rsatib berdi deb o'ylayman. Unda da umumiy inson hayotiga nisbatan bu yosh nimadan derak? Mening qarashimcha, biz qanday shunday o'ylanib qolgan bo'lsak, nima bilalaymiz? Yoshlik keyingi hayotga nisbatan, ya'ni insonning haqiqiy bir hayotiga nisbatan bir tayyorlik bosqichidan iborat. Shu tayyorlik bosqichi bo'lganligi uchun yoshlikning qimmati favqulodda muhim. Agar yoshlikdan iborat bu oltin bosqichda sizning tayyorligingiz puxta bo'lmasa, ya'ni yoshlikdan keyingi vazifalarga nisbatan sizning tayyorligingiz puxta bo'lmasa, hozirligingiz chala bo'lib qolsa, o vaqtda siz keyingi hayotingiz balki barakatsiz, unumsiz, natijasiz bir mag'lubiyatli hayot bo'lishi mumkin. Shunga menimcha yoshlik tayyorlik bosqichi bo'lganligi uchun shu favqulodda muhim deb o'ylayman. Endi nimalarga tayyorlik qilamiz? Buni biroz ochilamiz. Nimalarga tayyorlik qilamiz? Yoki yoshlikda bir odam nimaga tayyorlik qildi? Men o'ylab boqib buni 3 nuqtaga yig'inchoqlab boqdim. Birisi, eng aqallisi deyiladi, shaxsiy nuqtadan aytgan vaqtda bir odam o'zining yoshligida ma'lum iqtidor hozirlash orqali, masalan, maktabda o'qib ma'lum bir kasbni egallash orqali yoki ma'lum bir hunarni o'rganish orqali, agar maktabda o'qimay qolsa, orqali o'zining shaxsiy turmushini qamdashga tayyorlik qildi. Ya'ni shu hunarni o'rgangandan keyin boshqalarning qo'liga qarab qolmay, bir oilani boqquchilik bir iqtidorga ega bo'lish uchun buni o'rganadi. Ya'ni oilasining tayyorligi. Boshqacha aytganda, bir oilani boshqaraligichilik, uning moddiy kafolatini yarataligichilik bir iqtidorga ega bo'lish va mushuning hozirligini qilish. Menimcha bu birinchi tayyorlik. Endi ikkinchisi, endi bir inson yoki bir yosh nuqul o'zining shaxsiy hayoti bilan o'tib qolsa olmaydi. Tarixning har qanday bosqichida shunday. Balki navbatda bugungi kunda Uyg'ur yoshlari uchun o'zini xalqib yashash balki eng kuchli talab qilingan bir ish bo'lishi mumkin. Agar biz o'zimizning mustaqil davlatda, o'zimizning erkinligi qo'limizda bo'lgan bo'lsa, balkim yoshlarimizning ma'lum ishlarni tanlashida ozgina erkinlik yoki xohlagancha ixtiyoriylik bo'lishi mumkin. Chunki u nurg'un masalalarni davlat hal qilganligi uchun. Ammo biz o'zimizning erkinligini qo'lga keltirish uchun, o'zimizning davlatini qayta qurish uchun kurash qilayotgan bir millatning yoshlari bo'lish sifatimiz bilan biz o'zimizning hayotida nuqul o'zimizning uchiqilib o'tqalay olasak, o'zimizning qozonini qaynata olasak, kifoya qilgan bunda yoshlardan bo'lib qolsak, biz tarixning la'nat turiga mixnimiz. Bizning yoshlarimiz shunday oldi. Shunlashqa men oilamga yaxshi, xotinimning yaxshi eri bo'ldim, balamning yaxshi dadasi bo'ldim debla o'zimizni hali yomon emas deb o'ylab qolsak, hozirgi yoshlar nayt xato bo'ldi. Bu xuddi sen uyingga o't ketsa, uyingni tashlab ketib, boshqa yerga uy qurib olib, o't ketgan uying bilan faqat qaring olmagan bir odamga o'xshaysiz. Bunda odamlar albatta biz nayt yaxshi esli odam deyolmaymiz. Shunlashqa ikkinchi tayyorlik nima desa, bular Uyg'ur yoshlariga nisbatan o'zini ataydigan ma'lum bir g'oya, hozir bizning da'voyimizga nisbatan o'zini hozirlashi lozim. Bu da'vo mening qandayroq odam bo'lishimni talab qildi. Mening qanday to'piqishimni talab qildi. Men o'zimni qaysi iqtidorni hozirlasam, qanday tayyorlik qilsam, bu da'voyim uchun bir foydali ish qila olaman deganni bir yosh so'rashi lozim. Men mushuni qilish lozim. Xo'sh. Agar tayyorliksiz holatda kelgusida bir da'vo qo'shilgan vaqtda garchiligi qo'shilmaganga qaraganda yaxshi bo'lganda qilgan bilan, ammo o'zimizni mayli psixik safa
amaliy iqtidor, bilim, safa jihati yetishtirmay qatnashganimizdan, yetishtirib qatnashganimizning orasida natija e'tiborini aytganda osmon zamin farq bo'ldi. Xo'sh. Payg'ambar alayhissalomning eng dastlabki da'vat bosqichiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimizning yendiki nihoyatda muhim bir qancha odam nihoyat yosh bolalar. Masalan, payg'ambarimizning da'vatni yengida boshlab, 1 yil, 2 yil bo'lmasda o'zining yani Bani Hashim jamiyatini hammani to'liq yig'ib, Abu Lahabdan boshlab Abu Talib, Hamzalarga qadar men o'shani Alloh tarafidan da'vatilgan bir payg'ambar, bu yo'lda meni qo'llaydigan, men bilan birga mangadigan kim bor degan vaqtda ya Rasululloh men bor deb biraydan qo'l ko'tardi. U kim? Ali roziyallohu anhu. Yani Ali ibn Abu Talib. O vaqtda Ali roziyallohu anhu endi 17-18larga kelgan bir yosh yigit. Xo'sh. Shu vaqtda cho'ng tog'alari, urug' tuqqanlari hammasi un chiqmay dimi ichiga tushib ketgan vaqtda shu yosh yigit o'rnidan turib maydasiga mushlaydi. Men bor. İkinci qatim yig'ilgan vaqtda yana o'xshash Ali roziyallohu anhu mana mushu jasoratlik ifodasini doim bildirib turdi. Uningdan boshqa payg'ambarimizning yendiki Alining inisi Ja'far ibn Abu Talib, uningdan kichik umri yosh yigit. Sa'id ibn Zayd, umri yosh yigit, hamda 20larga borgan. Masalan, hammamiz Arqamni bilamiz, Abu Arqam. U hamda to'y qilgan bir yigit. Shu vaqtda Osmon roziyallohu anhu hamda 20larga yaqinlashgan, 20ni hamda oshgan bir yigit. Said ibn Abu Waqqasmi bir yigit. Ya'ni payg'ambarimizning yanında uning da'vatiga destek bo'lgan, turuk bo'lgan, energiya, kuch bo'lganlarning mutlaq ko'pi yoshlardan iborat. Xo'sh. Demak, shu yoshlarning kuchi bilan kelgusida keyin bu da'vo, ya'ni bu da'vat qanchalik zafar quchqonligini biz hammamiz ko'ra olamiz. Shunlashqalik yoshlikni xulosalasam, birisi o'zingizning shaxsiy hayoti uchun tayyorlik bo'lsa, ikkinchisi o'zingizdan halqagan ijtimoiy, milliy, diniy hayot yoki inqilobiy hayotingizning bir tayyorlik. Mushu tayyorlikni siz yoshlikda qanchalik yaxshi qila olasangiz, o'zingizni ulug' armon g'oyalar uchun qancha yaxshi tayyorlay olasangiz, kelgusida bu dunyoda emas, u dunyoda sizning maqomingiz texim yuksak bo'ladi deganlik. Xo'sh. Bir inson uchun armon bo'lsa yetarli emas. Arzu, armon biz uchun cheklimisiz bir bo'shliq. Yani biz xohlagancha arzu qila olamiz. Masalan, biz 7 qat osmonning ustida uchsam deb arzu qila olamiz. Yani bizning armonimizning cheki yo'q. Ammo darmonimizning cheki bor. Shu armonlarimizning darmon asosini soladigan bosqichimiz deb yoshligimiz. Endi jamiyatshunaslik nuqtasini aytgan vaqtimizda odatda ma'lum bir millat, davlatning gullanishida shu jamiyatdagi yosh nufusning oz ko'pligi favqulodda muhim bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Men bir maqola o'qigandim bir vaqtda, hozir maqolaning ismi esimda yo'q. Tarixdan buyanqi har qaysi millatlarning tarixida maydonga kelgan cho'ng gullanish harakatlari bor. İnqiloblar, qo'zg'olonlar, medeniyet cihetdeki uyg'unish deganlarning ko'pinchisi dal shu davlat yoki shu millatning umumiy nufus tarkibida yoshlarning nufusining zo'r ko'p sonni egallaydigan bir bosqichda yuz bergan deb shu xulosani chiqargan. Shu ma'lum bir davlat har doim o'zining nufus qatlamida qirilishib ketishning bir kelgusiga nisbatan bir xatarlik yoshurun tehdit amili ekanligini tilga oladi. Bu shu nuqsani aytgan vaqtda bir millat, bir jamiyatda yoshlarning ularning kelgusini belgilashdagi rolining ne kadar ochqishli ekanligini menimcha shuni ko'ralaymiz deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi umumiy jamiyatni agar biz bir odamga o'xshatsak, chunki bu jamiyatni odamga o'xshatib tahlil qilish jamiyatshunoslik paydo bo'lgandan boshlab to'liq qo'llaniladigan bir usul. Mening qarashimcha, agar bir jamiyatni bir odam desak, bu odamning vujudidagi energiya dal yoshlardan iborat. Cho'nglar bu odamning mingisi. Bu minga
bu energiyani nəhayət yaxşı nişanğa yetekləyəlisə, anadaki bu adam haqiqi sağlam adam bo'lishi, o'zining ko'zlagan maqsadiga yeta olishi mumkin. Agar bu meni bilan energiyaning orasi uzilib ketgan vaqtda, gerçi bu energiya bedende mevcut bo'lsa-mu, ammo bu energiya yaxshi yetaklanmaganligi uchun aksichi natijaga erishib qolishimiz mumkin. Bu xuddi biz her vaqt uyg'onishning gibini qilgan vaqtimizda uyg'ondik debla ba'zi harakatlarimizning oldi keynini mo'ljallayolmaslik, to'g'ri yoki xatosini, uning bizga zodi foydali yoki emasligini mo'ljallamaslikla ayeti xato ish harakatlarini qilib tashlaymiz. Bu millatning kurash tarixida agar mushu energiya ayeti tajribalik pishqan cho'nglar tarafidan yetaklanmasa, amaliyotda keyin o'zimiz halok qiladigan bir narsaga aylanib qolish ehtimoli bor. Men buni bizning Uyg'ur jamiyatida, Uyg'ur tariximizda yuz bergan ishlardan biri deb o'ylayman. Masalan, men buni doim bunda o'qishdim. Bu energiya xuddi tog'larga to'plangan qor muzlardan erigan suvga o'xshaydi. Bu shu tog'da saqlanib turadi. Ya'ni har vaqt tog'dan eqib kelib bizning qaqjirab ketgan tuzlanlarimiz, etizlarimiz, cho'llarimizni sug'urish imkoniyati bor. Hamda agar jamiyatdagi aqllar, ya'ni jamiyatning minisi bo'lgan kishilar eng avval etizliklarimizni barpo qilmasak, eriq o'stanlarimizni yaxshi qazmasak, bu vaqtda bu etin eqib kelgan vaqtda biz asli o'stanlarimiz, eriqlarimiz yaxshi qizilmaganligi uchun, etizlanmaganligi uchun vaqtda bu energiya udul cho'llarga kirib, u yerga singib ketishi mumkin. Hatto o'zimizning etizlarimizni vayron qilib o'tishi mumkin. Bu vaqtda biz o'zimiz zoriqib kutgan bir suvning ostida qilishimiz mumkin. Bu xil tarafini o'ylash lozim. Cho'nglashqiliq. Bu yoshlardan iborat bu energiya bilan cho'nglardan iborat bu aqlning ikkisini bağlayamasak o vaqtda biraz ko'ngilsiz natijalarga erishib qolamiz deb o'ylayman. Rahmat. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Haqiqatan so'zligingizdek hamda nurg'unlagan yaxshi misollar bilan tushuntirdingiz. Allah razı olsun. Hamda muhojiratdagi bu yuqoridagilarga asosan muhojiratdagi yoshlarimiz qaysi ahvolda desak ham, vatan ruhi albatta bundan burun shuncha valla zulm ostida turib, yana shunchalik ruhliq, shunchalik irodalik, nurg'un ishlarni muvaffaqiyat qozongan yoshlarimizni ko'p ko'rdik. Albatta chet eldami ba nurg'un faxrlanadigan yoshlarimiz, ammo oxirgi yillarda buncha valla zulm, oildan ayrilish, shunday masalalarni albatta siz yaqindan kuzatdingiz. Muhojiratdagi yoshlarimiz qaysi ahvolda? Endi biz bu meselede asli bu bir cemiyeşünaslıktan bir tədqiqat teamisi. Asli bizden chet eldeki ilim adamlarımızdan bazıları məxsus muhaciretdeki Uyghur yaşları hakkında ilmi tədqiqatlarını yazışı, tayarlaşı lazım, sonuç lazım. Sonuçta ben fakat üzerine küzetken ham xulosalarını sizlerle ortaklaşına. Bu adam bir sallık malumatga miqdarga tayangan, bir ilmiy analiz qilingan bir ilmiy tadqiqot deyish to'g'ri emas. Bekroq subyektiv tushunchani egri besib ketishi bek o'bik olmasligi mumkin. Shunga endi men kuzatgan umumiy ahvolda umumiy jihatdan bizning yoshlarimizni chet eldan ikkiga bo'lish mumkin. Birisi oliy maktabda o'qiyotgan yoshlar. Oliy maktabda o'qiyotgan yoshlarning xilala, bu da Türkiye'deki xila zor bir kısmının ata-anası vatanda. Yani ata-anasız okuyatkan balla. Hoş. İkincisi, ata-anası müşehirde boğan, ya ki anası mı yerde, ya ki anası vatanda kalkan bolsa dadısı bu yerde. Toluksuz o'rta maktabda okuyatkan balla. Yani Ali maktabda okuyatkan ballaların yaş cihetde bir evlat küçük balalar. Endi bularning umumiy ahvoliga hamda mayli g'arib davlatlarni tushunib ketmagan yoki unga munosabatlik biz qo'limizda ma'lumot bo'lmaganligi uchun bir narsa deyolmayman. Ammo Turkiyadagi yoshlarning umumiy ahvoliga qaraydigan bo'lsak,
bir tarafdan adamni ümitlendirdi. Yani bir tarafdan adam sal ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Ümitlendirdigan tarafı yaqinqi bir ikki yilning ichida shu maktabdan yaxshi o'qigan va ota-onalarning tarbiyasini chiqqan ba'zi bolalar Türkiye'deki kalan nuhtuluq pen to'liq o'tir maktablariga kira oladi. Masalan, şu to'liq o'tir maktabga kirish imtihoni var Türkiye'de, LGS deydigan. Shuningda 470 dan ortiq numra olib, yaxshi to'liq o'tir maktablarga kirgan bir qancha bola bor. Bu bizni söyündürdü. Çünkü bu Türkiye'deki Türk okuvchilarga nisbatan bu imtihonda 450 dan yuqori olish favqulodda bir natija. Uni biladiganlar biladi. Balalarimizni shunga tayyorlik qildirayotganlar bu imtihonning qanchalik qiyinligini Türkler uchun balalarning o'qish hayotidagi g'oyat zo'r bir natija ekanligini biz ko'ralaymiz. Bu shunday bir qancha muhim to'liq o'tir maktablarga kirgan bolalar bor. Bu bizning ko'nglimizni bir jihatni xush qildi. Ammo son jihatni nisbatlashtirgan vaqtimizda bu xil bolalar onda ko'p emas. Masalan, ben o'tganda egallagan bir ma'lumotda to'liq o'tirda o'qiyotgan, to'liq o'tir emas, oliy maktabda o'qiyotgan Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilar 2000 dan sal ortiq, 2100 atrofida deyilyapti. Agar biz shu sonni agar to'liq o'tir, to'liqsizlikda qanchalikda desak, menimcha 1-2 ming bola bor. Masalan, biz 1,5 ming atrofida bola bor desak, 1,5 ming atrofidagi boladan nuqtaliq maktablarda o'qiyotgan bolalarning soni 1% ham bo'lmaydi. Shu nuqtani aytgan vaqtimizda bu ahvol ko'ngilni biroz yerim qildi. Balki mayli biz e'tirof qilmayli. Maktabning yaxshisida o'qimaslik yoki o'qiy olish yoki o'qiy olmaslik bolalarning keyingi ma'rif istiqbolini belgilaydigan muhim omil. Mayli Turkiyada, mayli Amerikada, mayli Kanadada, mayli har qanday davlatda to'liq o'tirmak ma'rif qaraydigan bo'lsak, yana to'liq o'tir maktablar ko'pincha kelgusidagi eng yaxshi nuqtaliq oliy maktablarga kiradigan o'quvchilarni yetishtiradigan bazalar. Türkiye'nin en aldığın Xatardaki üniversitelerine kirdiğin okuvchilarning bu köpü del şu alayda Türkçelik fen lisesi deb qo'yilgan, yani fen to'liq o'tir maktablaridan keladi. Yani onun zor bir kısmı şahsi maktablardan keladi. Şunlashqa Türkiye'de yaşayotgan Uyg'ur ota-onalarning bu meseleni qanday maktabda o'qisa bo'laverdi deydigan bir xil bexudlik pozitsiyasidan qutulib, maktabni chuqur yaxshisida o'qitishga alohida kuchishi lozim. Bu bir qo'shimcha tavsiya. Shu oliy maktabda o'qigan yosh bolalarning oliy maktabdagi natijasiga qarab boqadigan bo'lsakmi, favqulodda voy paloni dаңlıq oliy maktabdan ait muhim bir kasbiga o'tibdi deganni biz bak az uchratdik. Yani bunda bolalarimiz chiqamiz. Yani bolalarimiz maktablarda yetarlik yaxshi o'qimayotdi deyishga bo'ldi. Yanada kelgan vaqtda Turkiya ma'rifini to'liq tushunmaganligimiz uchun nurg'un ota-onalar voy bolalarimiz bu Turkiyaning maktabida ait yaxshi o'qiydi ekan, turk bolalardan bak biladigan bizning bolalar deb nurg'un ota-onalarning og'zidan bu gapni aytdi, moda oldu. Endi keyinchalik qarab boqdik, yani bir necha yil o'tgandan keyin unda emasligini hozir ota-onalar his qilyapti. Yani biz o'ylagandek bizning bolalarimizning yaxshi o'qib ketayotganligining amaliyotda biz o'ylagandek emasligini biz his qilyapmiz. To'liqsiz o'tir maktab, bo'lib boshlang'ich to'liqsiz o'tir maktablarda bolalarning natijalarini bolalarning haqiqiy iqtidorini sinamaydiganligini biz to'liq bilmaymiz. Masalan, to'liqsizlikka bir ota-ona agar bolasi maktabdan taqatgan natijasini kelgan vaqtda taqdir akepti, tashakkur akepti degan vaqtda taqdirning nimadan derak berganligini, tashakkurning nimadan derak berganligini nurg'un ota-onalar hozir qadar bilmaydi. Çünkü teşekkür ise teşekkür rahmet degan gap qo'yapti. Demek rahmet kelishdan keyin bolam yaxshi o'qibdi deb o'ylab qoldi. Amaliyotda unday emas. Mushu
umumiy mushu natijalarga qarab baksak maktab natijaligi. Andan keyin oliy maktabda o'qiyotgan bolalar davoyimiz uchun qanchalik aktiv ishtirok qilyotidi. Xo'sh. Yoki qancha % yosh Turkiyadagi Sharq Turkiston yoki Uyg'ur davosi uchun xizmat qilyotidi, shuning uchun o'zini tayyorlayotidi. Deb agar bunda bir statistik qilish to'g'ri kelsa-mu, yana nisbatning oz ekanligini ko'ra olamiz. To'rtinchi jihatdan oxirida ham qo'lga keltirgan qanday ilmiy natijalar bor. Masalan, yozgan qanday asar bor. İcat qilgan qanday bir texnikalik yangilik bor. Yoki loyihalagan qanday san'at asarlari bor. Yoki yoshlar ishlagan qanday filmlar bor. Yozgan qanday maqolalar bor. Tarjima qilgan maqola kitobda qanchalik deb biz natija sanab baqsaqmi, qo'limiz eshib qoladi. Qayerga qarasak, yoshlarning ichida bir ish qilsalaydi desak, tuzuk odam topolmayapmiz deydigan bir qaqshashni ko'ryapmiz. Şu bu noktada umumiy yoshlar haqidagi biz sızgan bu resim, belki men sızgan bu resim, unchalik umid var bir resim emas. Çünkü bu jihatda ota-onalarla emas, şu barliq dava beşidagi ustozlar, ziyolilar, o'limalar, tashkilotlarning bu masalada favqulodda muhim vazifasi va mas'uliyati bor. Xo'sh, xo'sh. Bu haqda düşünsek sizler. Çok rahmet. Hem de hakikaten hem de programımızın ismi reallıqımızga nazar. Hem de elbette devamlıq bizni hoş kıldığan, bizni söyündürdüğün meselelerden paranlaşamayız. Elbette özümüzdeki bir kesellerge, nuqsallıqlarga bir qarab çıkıp, samimilik bilen onu tüzütüş, kimlerge mesuliyet düşüdüğanlıqını eskertiş üçün, esletiş üçün başladık programımız elbette. Suyunduğanlarımız söylep ötkenlerdek ulanın texinmek köpeyişine inşallah ümit kılımız. Hem de Türkiye'de mi asaslık biz müşahede yaşavatkan boğandaki müşahedeki köp etrafımızdaki yaşlarının ahvalı qarab yoki davamlıq anlap duruvatkan işler qarab durup munayiz kıldikemiz bu işlerinde. İstanbul'da yoki Türkiye'nin umumi Türkiye'de nurgulluğun yaşlarımız ata-analarından ayrılıp farklı devletlerden kep yerleşken burada ahırda. Hem de şu ahırki küllerde şu yaşlarımızdaki bazı bir Türk'üm elbette umumileştik olunmaydı. Her xil yollara kirip getivatkan ahvallarını anlap kilovatımız hem de. Bu meselelerge meyli ata-anası bir yerde bağlarından bolsun, yoxlarından bolsun, bana şuna yaşlarının ki bizning bu millatninki kelgusi bo'lgan, hatto müşahedeki Uyg'urlarning yüz abroyi ashlarning qiliqlari qilayotgan ishlari shu yerdagi müşahede yashayotgan Uyg'urlar bevosita ta'sir ko'rsatdi. Atrofdagi yashayotgan müşahedeki yerli qarindoshlarimiz bizning ahvolimizni qarab turib, "Mamanda xalq ekan" deydigan gap. Ammo shunday bir har xil yo'llarga kirib qilishiga kim mas'ul? Shuni biroz bir deyishib baqsaq. Bu münasebet mühim sual. Bu aldığımızda bir qancha vaqtlardan bu yan izchil deyilib kelayotgan bir masala var. Bir Türk'üm yaş balalarni sal ko'nglimizga g'ash qiladigan yo'llarga menib qilyapti. To'la anglayapmiz deyilyapti. Endi zodi bu masaladan kelib chiqib kim mas'ul degan vaqtda buni tahlil qilish mumkin. Agar ota-onasi mushu yerda bog'lab eğer ulanın balları yine şu yaman yolu gidip falan olsa o çağda bunun birinci mesuliyeti ata-anasının geldiğini geçiyor. Peygamberimiz bu kudde hadiste digini bir okşaş. Kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Yani hemmanla üzerlerinin padısıdın mes'ul. Yani üzerlerinin padısıdın hesaplı tartılısıyla, cevapkar bulasıyla diğerleki. Bu şu noktada etkanda bir balanın taptın çıkıp ketiş ketmesliki, ahlaktan yiraklaşış yoki yiraklaşmasligi, yani bir odam bo'lish bo'lmasligi ravus. Eng dastlabda ota-onasi hisob beradigan bir masala. Agar ota-onasi mushu yerda bo'lsa, mushu cho'qim oldingi shartni unutib qolmasligimiz lozim. Ota-onasi mushu yerda turibmi, bu mas'uliyatini ado qilmagan nurg'un ota-onalarni ko'ryapmiz. Shunga hozirgi mening bu javobim ota-onasini Babalar hakkında oldu.
Endi əfsunlarlıq bir məsələ şu ki, mən ata-onalarning əməliyyatını biraz küzütüb beqish orqali his qilman. Vatandami mushuni ko'ratdik. Biz her daim balalarımızda ma'lum bir mesele yüz bergan vaqtda, ya'ni ma'lum bir masalaga biz ustgan vaqtda anandan keyin buni hal qilishim kerak ekan deb o'ylaymiz. Hech bir zaman meselenin oldini oladigan bir bo'lmayapmiz. Yani her daim keçikimiz. Ata-onalarda oldin ko'rarlik nihoyat kamchil. Masalan, bundan değil. Menden to'liq so'ralgan bir savol bor. Mening balam telefonga bak amroq bo'lib qoldi, telefonga xumo bo'lib qoldi, qanday qilaman deb so'raydi. Men shunday javob beraman. Bu bala tug'ilibla amroqmidi? Telefonga. Bir bala bir telefonga amroq bo'lib qilish uchun shu oilada shu bala shu tili uzoq muddat ishlatgan bo'lishi lozim. Bir qatim ishlatish bilan, ikki qatim ishlatish bilan bir balada telefon xumori shakllanmaydi. Oddiy o'xshatma vaqtimizda bir odam bir qatim tamaki chekish bilan, ikki qatim tamaki chekish bilan bang bo'lib qolmaydi. Shunaqmi? U chuqur tamaki xumor qilish uchun uzoq muddat chekish lozim. Endi shu ota-ona balasining telefondan qaqshab kelgan vaqtda u allburun bir mezgil telefonni balasiga bergan. Mesela uyga kelgan vaqtda men g'alvasidan biroz qochay deb bergan bo'lishim mumkin. Mehmon kelgan vaqtda balam bek qashliq ketdi, birdan bir zuvanini tinjiqtiray deb bergan bo'lishim mumkin. Birdan qutulay deb bergan bo'lishim mumkin. Shuna bu xumoni asli o'zi yitirdirdi. Keyin balaning ko'zi qizib qilishga boshlagan vaqtda, ko'zini uvlashga boshlaganda, telefonni bermasa o'zini yerga etib, yumulib, domlab yig'laydigan bo'lgan vaqtda anandan keyin ey balam telefon xumo bo'lib qopti deb keladi. Amaliyotda balalarning shu holga kelib bo'lgan oraliqda xeyli uzun bir musofa bor. Mana mushu musofada bir ota-ona agar balaga bu telefonni xohlagancha tutqizsam, bir mezgil o'tganda xumo bo'lib qolishi mumkin deydigan, mushu masalaning natijasini ko'raydigan bir oldin ko'raylik kamchil. Xo'sh. Endi mening bunalqa balalarning tatmin chiqib ketishiga bog'liq vaqtimda biz balalarimizga o'zgarishlarga baldur diqqat qilmaymiz. Uningga baldur ko'ngil bo'lmaymiz. Balam maktabdan soat 2 da kelish kerakdi. U da bir qancha kun bo'ldi soat 4 da 5 da kelyapti. 2-3 soat nereden nima ish qildi deganni o vaqtda so'ramaymiz. Qanday vaqtda so'raymiz a? Maktabdan bizga telefon qilgan vaqtda. Sening bu balang darsga qatnashmayotdi. Yoki ma'lum bir to'rxondagi bir odam bizga telefon qilgan vaqtda, men sizning balangizni to'rxonda ko'rdim, necha kundan yoqi degan vaqtda anadan ha, asli bundoq kelganda mening balam bunda bo'lib qopti deb masala eg'irlab bir yerga kelgandan keyin bayqaymiz. Shunlashqa bu yerda men ota-onalarga ta'kidlaydiganim, bir ota-ona bir oldin ko'rar bo'lishi lozim. Ma'lum bir masalaning oqibatini, muqarrar bir oqibatini bilish uchun unchalik o'tkir aqlning keragi yo'q. Biz oddiy bir narsani tasavvur qilaylik. Biz ko'chib ma'lum bir shaharga keldik. Bu shaharda o'xshamagan mahallalar bo'ldi. Ma'lum mahallalar bunda yomon nomi chiqib qolgan mahalla bo'ldi. Dunyo bo'yicha shunday qanday yerda bor bu. Ya'ni ma'lum mahallada bolalar kapsiz yoki u yerda asli zaharli chekimlik savdosi bo'lgan, o'g'riyanchiqchilik jiqroq bo'lgan mahallalar bo'ldi. Bir ota-ona qaysi mahallada tursam balamning o'sib yetilishiga foydali deganni oldin hukm qila olishi, bilishi lozim. Uni asli tekshirishi lozim. Uningdan keyin shu mahallada o'ltiraqlashmasini qaror qilish lozim. Ammo bir ota-ona u mahallada paloni tunishim bor ekan, paloni yurtliqim bor ekan deb u mahallaning qandoqligi, maktabi, ko'chasining, muhitining, aholisining qandoqligini kor yo'q, darhol berib o'ltiraqlash. Bir yil, 2 yil, 3 yil o'tgandan keyin alasida masala ko'rgan vaqtda asli muddo emas yerda o'ltiraqlashib qoldik deb o'ylaydi. Yoki shunday deydi. Amaliyotda bu oddiy bir savol. Siz bir davlatga keldingiz, bir shaharga keldingiz. Qanday mahallada yashash bir balaga ta'sir ko'rsatgan, hatto ba'zi jihatda, ba'zi tadqiqotlarda oilaning ta'siridan mahallaning ta'siri kuchli deydigan tadqiqot natijalari bor. Biz o'zimizni balalik vaqtini o'ylab boqaylik.
Xo'sh. Agar biz yomon ishni eng dastlabda qilib salgan bo'lsak, masalan, tunji tamakini chekib saldik deyli, hatto bir aroqni ichib saldik deyli. Bizga dadamiz, akamiz o'rgatmagan onu. Amaliyotda dadamiz, akamiz onu to'sgan. Amaliyotda biz dal mahalladagi shu bolalarning ta'siri bilan tunji yomon ishni boshlaymiz. To'g'ri. Demak, ata-Allohdagi mush oldin ko'rganlikning yetarli bo'lmaslik sababi har doim masala farqlab hal qilolmaydigan olg'a kelgan vaqtda endi nima qilamiz deb so'raymiz. Doim boshqalar so'raydigan bir masala bor. Shuni yana eslab qoldim hozir. Biz mushu masalaga o'xshab qolamiz deb o'ylayman. Eshak bilan tugi safarga chiqib, bir safarga chiqibdi birlar. Shunga bilan bu eshak tulib putlashadi ekanda. Menib tuladigan toshlarga putlashadi ekan yoki o'ydan chiqib yerlardan vaqtda tuli yiqilib tizlari zida bo'lib ketdi. Eshak shundoq tuga hech yiqilmasmish. Shunga bilan tuga adash. Bu sababi zot nima? Men bu yiqilib tizim yor bo'lib ketdi. Sen hiç yıkılmaydı ekansan. Şuna tüge o eshakka debdi. Qara. Men bo'ynimni tik tutib yo'lga qarab manaman. Men qayerda cho'nqur yer bor, qayerda tosh bor, qayerda putlashadigan yer bor. Diqqat qilib manaman. Kelgan vaqtda unda atlab o'tib ketalayman. Ammo sen beshingni ko'tarmay manga ekansan. Shuning bilan kelgan vaqtingda sen tayyorlik qilib bo'g'ishib putlashib ketsa deb shuna javob berdi. Xuddi ko'pinchimiz mushu eshakka o'xshaymiz deb o'ylayman. Biz beshimizni kutib yiroqqa qaramaymiz. Har doim masala yuz bergandan keyin endi nima ish qilamiz deb so'raymiz. Millat xarakterli, hatto bizning mushu siyosiy zulmlarimizni eslasakmi, mushuni ko'ralaymiz deb o'ylayman. Bu jihatda ota-onalarning birinchi mas'uliyati. Endi gapim biroz uzrab ketdi. Ya bak yaxshi. Endi ota-onasi yo'q bolalarga nisbatan bizning Turkiyadagi ma'rif organlarimizning, tashkilotlarimizning birinchi mas'uliyati shular deb qo'ygan. Chunki bularni tashkilotlar bu bolalarning chuqur sonini elishi, maxsus bir ishxonni ta'sis qilib, mushu bolalarning iqtisodiy turmushi, maktabi, turadigan yotiq qatorliqlarni chuqur kontrol qilishi va bir boshqarish ostiga olishi lozim. Buni haliqi amanet qilib qo'yadigan boshqa hech qanday yerimiz yo'q. To'g'ri. Ota-onasi bu yerda yo'q, bolalarning ota-onasi bizning tashkilotlarimiz. Bizning ziyolilarimiz, bizning ish ustidagi cho'nglarimiz. To'g'ri. Bu mas'uliyatni uningdan boshqa endi Turkiya hukumatiga ishlab qo'yilmaydi endi. Buningdan Turkiya hukumati mas'ul demaymiz. Buningdan eng avval biz mas'ul. Andan keyin shu bolalar yashaydigan mahallada turadigan cho'nglar mas'ul. Ularni ma'lum bir masala yuz bergan vaqtda, uni ko'zimiz ko'rgildigan vaqtda, bizning bolalarimiz chochlarini ola yeshil bo'yashga boshlagan vaqtda, shu vaqtda diqqat qilishga tegishli, shu vaqtda ma ish chatoq, yomon yo'lga menyapti, darhol tadbir qo'llanaylik deyishi lozim. Rasmiy jidal yuz berib, qosh-qopoqli etilgandan keyin o'tirg'i chiqish emas, bayam deganimga o'xshash. Bizni tugiga o'xshash sen yiroqni ko'rib turib muomala qilishimiz lozim deb o'ylayman. To'g'ri. Andan keyin bizning ziyolilarimiz o'lmoqlimiz. Ya'ni millatning minglari bular ustida mas'ul. Ya'ni qanda bularga bir chiqish yo'li topamiz. Bular maktabda nima masalalarga duch kelyapti, yoshlikda nima masalalarga duch kelyapti, ularning psixik qanday masalalari bor. Ro'yijatdan qanday masalalarga uchrayapti. Chunki ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarning nurg'unlari egil yoki yengil darajada psixik masalalar bo'ldi. Ular ümitsizlanadi, ota-onasini sevinish, iqtisodiy jihatdan ota-onasidan ayrilib qolish qatorliqlarning hammasi ularga ro'yi jihatda egil zarba. Mana mushularni ilmiy va diniy jihatdan qanday usul bilan hal qilamiz, qanday yengillatamiz deganlar haqida ilmiy asarlar yozilishi lozim. Bizga o'xshash ko'chmanlarning yoshlari yo'liqqan masalalarni o'rganib kelib, o'zimiz uchun tatbiqlashimiz lozim. Chunki ko'chmanlik men to'g'ri deyman, biz Uyg'urlarning beshiga kelgan ish emas. Tarixdan buyon hozirga qadar nurg'un millatlar har xil sabab tufayli o'zining vatanini tark etishga majbur bo'lgan va boshqalarning vatanida bir ozsonlik sifatida yashashga to'g'ri kelgan. O'xshashda ularning bolalarimi shu yangi jamiyat, yangi davlatda yashash davomida, moslashish davomida mushunga o'xshaydigan masalalar ko'rilgan.
Mesela Amerika cemiyetinde bu cemiyet şuna eserleri qarab bakadigan bo'lsak, jinoyat o'tkazish nisbati, zaharlik chekimlikki odatlanib qolish nisbati, anandan keyin shu axloqiy jihatdan topdan chiqib ketish nisbati deganlarni nisbatlashtirgan vaqtda har doim ular deydigan Afrikalik Amerikaliklar, ya'ni Afrikadan kelgan negr Amerikaliklar, anandan keyin Janubiy Amerikadan ko'chib borgan Portugaliyalik yoki Ispaniyaliklar, ya'ni Hispaniklar, İspaniya neslidan bo'lgan Amerikaliklar qatorliqlar doim yuqori o'rinda turdi. Ya'ni ko'chmanlarning bolalari, yerliklarning bolalari qaraganda har doim axloqiy jihatdan topdan chiqib ketish nisbati yuqori o'rinda turyapti. Hozir bizmi shu xil masalalarga duch kelyapmiz. Mana bu xil masalalarni shu İspaniyaliklar, shu negrlarning ziyolilari qanday hal qildi, qanday choralarni o'tirib qo'ydi. Ulardan biz örnek alalaydigan nurg'un narsalar bor deb o'ylayman. Mushu o'rtaq masalalarga nisbatan ular topgan usullarni bizni o'zimizga tatbiq qilsak, menimcha biz nurg'un uzun yo'lni qisqartira olamiz, tayyor natijani o'zimiz uchun xizmat qildira olamiz. Demak, xulosalagan vaqtda ota-onalar, tashkilotlar va bizning ziyoli o'limalarimiz bu bizning yoshlarimizning masalalarini hal qilishda birinchi mas'uliyatni ustiga olgan kishilar deb qarayman. Hoş. Nayeti güzel bir söz oldu. Allah razı olsun. Hakikaten şu endi ata-onasi yo'q bo'lib, mesela mayli Türkiye olsun, mayli Avrupa'daki har qaysi davlatlar olsun, yoshlarimizningki o'zining milliy kimligini yo'qotmagan asosda o'zining dini, urf-odatlariga, hammasiga hurmat bildirgan, axloqli, yaramli bir inson bo'lish uchun hakikaten şu cemiyetninki bir özümüz yaşayotgan devletkiler atıp koyuşku bulmaydigan bir mesele ekanligi bunu ciddi bir şekilde ta'kidlashimiz kerak bo'lgan nuqta deb qarayman hamda. Şu Türkiye'de afsuslanarlik mesele hamda. Bu xuddi islomdami bir yurt ahli, bir Müslüman yaşayotgan bir yerda birasi uylab qolgan bo'lsa, Müslümanlardan birisi yoki bir turkumi uning jinozasini tushirib o'tgan bo'lsa, boshqa musulmonlardan saqit bo'lgan gap hamda. Gunoh bo'lmaydi. Bir musulmon agar shubhat qilib qolsa, boshqasi ega chiqmasa, uningga butun shu yerda yashayotgan barliq musulmonlar gunohkor bo'lgandek, o'zimizning millatidan, qinimizdan bo'lgan bu yoshlarimizni albatta bularning nima ish qilayotganligini tekshirib turish har qaysi davlatlardagi Turkiya boshda bu hakikaten bir ciddi qo'l tiqishga kerak bo'lgan masala. Endi shu nimada nuqtada bizningki Ukrainada shu vatandan g'uljidan shu zulmdan qochib chiqqan bir yosh yigit programmamizga qatnashib, yoshlarimizga bir ikki gap qilsam degan talabni qo'yibdi. Biz programmaga olaylik, o'zi hozir Ukrainada ekan. Panohtlash uchun Yevropaga menib Ukrainada tutilib qolib bir muncha beshig'i ish kiribdi. Turkiyadan biroz tug'an ekan. Agar kirgan bo'lsa adir programmani kiribdi qarindoshimiz Erkin G'uljidan qarindoshimiz programmamizga qatnashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytmoqdi bilan. Ovozimni anglayapsizmi? Men o'zim anglayapman. Xo'sh, o'zingizni biroz tanishtirib. Bo'ldi. Mening ismim Ersin Erkin. Shu G'uljidan bo'ldi. 2019 ayının oxirlarida shu Qozog'istonga o'sha yerda bir turay deb, ammo u yerdan shu Xitoyning nemisi ta'sir kuchi cho'ng'anlikdan, u yerning insoniy huquqlarning dafsani bo'lish nemisi bir bo'lganlikdan Yevropaga ketish nuqtasida shu Turkiyaga berib, Turkiyadan shu Atatürk shu aeroportga borgan, o'sha yerda o'tam shunun bilan amalsiz shu Ukraina tarafidan qochoq yo'l bilan menishni o'ylab Germaniyaga berib shu panoh iltimos sunish uchun, ammo shu deb qo'ygan shu endi suv oldim o'sha askarlarga 3 kun qamoqdan keyin sud bo'ldi. Sudda 135 dollar qo'yib hammaga deport qilish shu sud hukmi bo'ldi. Shuning bilan deport center deb qo'yishgan, shu deport markazida Qashqarda qamoqda bo'lgan bo'ldim.
Şunun bilen şu yerde her günü 3 saatte telefon işletiş hukukum var ya bizim. Şunun bilen 7. yıla 11. ayının 7. günü şu video taktıp özlemge şunun report kıldığım oldu şunda bir men kuzuk koyunlar dep şu kıldım. Şunun bilen şu Amerika'daki şu kongresde koydu. Şunun hem şu Uygur kurultayı şu bir şansının mesulü bolsun hem şu net adamlar şu yolunu yürüp ardaşıp yürüp şu 13. ayının 7. günü yani bir sud bulup advokat kılıp bu balını Xitayga qaytırsak xavf bakiye, zulüm bakiye dep müşe kaldırgan boldu, kaldırgan boldu. Hem aşkezdiler, koyup Ama erkençesler şu Ukrayna'nın çevre qoğdaş şu valiliği mektemesi, idaresi yani benim şu sudga beripti. Bu balının şu qanak iltimasının cevabı çıkınca bu qaytadan tutqun qılınıp qamakta oturuş gerek. Ama 10. yıla insani hak qoğdaş günü şu sud ulanın qarar qıptı ulanın iltiması. Ama şu Uygur halkı bilen kıyırındaşı millet, millet, şu Uygur yaşlarına şu işe yapımını demekçine. Eğer şu Türkiye'deki yaşlar oturuşa olsun aşağıda turan Avrupa'ya iltimas sunmak buluvatkan, aşağı geç uyulavatkan kıyırındaşlara açık yollarına bekhatne kendim bir ile şu yollarla çıkışını ümit kılaman. Ama eğer şu İstanbul'ya Ankara turvatkan bir kıyırındaşlarını yapmak pasportu ya iqameti yok olsa, şu öz turvatkan şehrdeki şu köşmeler, benim köşmeler komisyası verip aldırıp aşağıda aşağıda yeni bir küçük devletke orunlaştırıcı şu aşağıda kütüşünü Doğukka dep koydu Rusça. Şu anak hızlı güççü kuanamsı etken birlemini verildi. Şunun bilen siz aşağıda anonluk bağlaysız. Aldın payını gün istiklal filozofiyasının 3 Endonezya hükümeti 3 Uygur'una qaytıp bergen dalillendi degan aşağı haberini görüp bunun bek yerim boldu bek azaplanıp kettim. Ro'yetini bek şükürleştirip etdi. Hazır yana kıyınışımız aşağıda yana 2 yıl olmaken Aşı Ahmet Boz oğlu şu benim teşkilat olsun, yekli bir adam olsun, şu kendisini kuzup kılışka hareket kılışını ümit kılaman. Bu benim şu kardeşlerimden, şu Uygur kardeşlerim demekçi olan yürek sözüm köpçüdüm. Köp rahmat. Yani hem de siz ahırkı gepinizde menden ibret eliş gerek de duydunuzmu tuluk anlayamay kaldım. Muş hem de siz yaşlar hakkındaki bu programımız arkalık yaşlarına bir gap kıvasam dediniz hem de. Sizden fakat şu Avrupa'ya bağmakçı olan yaşlarga demekçi olganыңыз mı? Şundak. Türkiye'de qancha turdunuz? Ben özlem 9. ayının 24. 7. ayının başı İstanbul'a bardım. 2,5 ayda turup kaldım. Şu kısa dönem şu ikamette 2 bir dep Paşa'daki koçi dersi verip başladım. Bir haftada ya 10 günü çıkıp dep oylaptım ben. Ama yani bir neçe ay kütse dedi. Bardım aşağı. Şunu bilen şu o Türkiye'ye bir işki maksat Türkiye'ye basan aşı Avrupa geçiş oңай dep anlap şu sebepten ben Türkiye'ye berip yapmakçı olan. Ama bu Türkiye'de şu yani viz bulmasa, bir normal alet bile çıkmasa kaçak yol başkaları yollara bile ortak yakış. Yok diyerlik yemek geçiyor. Şu sebepten şunda şunun külfetine geldi. Şununla tavsiyesi veren şu. Hoş. Hoş, hamda vatandan chiqishga majbur bo'lishingizga sabab qolib hammamiz bilamiz shu yerdagi zulm, yashash nimasininki yasholmaydigan darajada shunday bo'lib ketgachga nurg'un xalqimiz shunday chiqdi ham. Uni so'ramayman.
Siz mayli Türkiye'de bolsun, mayli Qozog'iston turayotgan vaqtingiz bolsun, Türkiye'deki vaqtimiz bolsun. Albatta o'zingizga o'xshash yoshlar bilan aralashsiz. Siz yoshlarda nimani ko'rdingiz siz masalan? Nimalarni his qilasiz shu atrofingizga o'zingizga o'xshash yosh tangtushlaringiz nimani o'ylaydi? Nimani ko'rdingiz? Bu yerdagi ta'siriyatingiz nima sizniki? Mendek bu yo'l menib qolmanglar, herkes bu nurg'un xatarlarga uchirdim deb ogohlantiraydi dedingiz hamda. Siz Turkiyada olsun, yaşayotganda bolsun, siz yoshlardan o'zingizning do'stlari atrofidagilardan his qilganlaringiz nima shu qisqa bir shaklda deb bersangiz. Ma'qul. Men o'zim İstanbulda gezgan shu Safa kuyga berib bir kuni shu azka taomlari degan oshxonada tomoq yeb, o'shani yindili bir bog'chidek bilan bor kechu, bolalarni o'ynaydigan. Shu kesh 8-9larniki bir bolalarni Gurballağı da 18-17 yaşlı bir soqışıp ketdi. 10 neçe balla. Qara paşa bek bir qism boldu, ko'ngil yerim boldu. Bu balla Uyghur ballar mushunda bir bilan nim qilib, mushu davlatning qonuni bir nimalarga nim qilgan bo'lsa, balkim aşılmış Türkiye hükümeti bu şu ballarni mushu turayotgan iqomat bilan turayotganlar shu ayga o'zi deport öz mümkün deb shunday o'yladim. Hem shu qarindoshlarning Turkiyada qancha bizni qarindosh u degan bilan, chunki biz sirtdan kelgan shu Turkiyaning shu qonun nizom bilan birga riyo qilib, shu amal ham shu foydali ishlarni ko'p qilishni, ham shu vatandoshlikni shu tirishtirmish qo'l keltirishni umid qilaman. Köp rahmet, Allah razı olsun inşallah. Sizden bu yollarınız asan olsun. Rahmet sizge programımız qatnaşqanlığınız için. Rahmet sizge. Hoşunda olsa programımızın ahirine kep kaldık. Elbette İstanbul'daki bazı biz paranlaşkan yaşlarımızın ahvalini tilgap öttü. Özünün beşinden ötkenlerini. Ahirden yaşlarımızda nimeni kütümüz? Şunu bilen tüketsek. En mühim sual bu şu hem de. Hem gapni qilganimiz bilan yoshlarni qilishi lazım. Yoki şu yaşlarımı oylab yani bu ABQ'ma qarindoshimiz bu Xuljidan ekan, Qozoq qarindoshimiz, Uyg'urchani bizdeklam so'zlaydi mana. Mushu va mushunga o'xshash tangtushlarimizni Yevropaga mangmoqchi bo'lib, mang'idim hamda bir erkinroq bir yerga chiqay, bir ish topay, u bu degandek har xil kallasdagi planlar bilan chiqiqliq, nurg'un xatarlarga uchraqliq va buningga o'xshash xiyolдagi nurg'un insonlar bor demasan, dunyoning hamma yerida. Men yoshlardan kutadiganlarimni yoki kutadiganlarimizni de men bir qancha nuqtaga bir yig'inchoqlab so'zlab qo'yay. Eng avval bir hozirlashga tegishli bir psixik sapasi yoki psixik xarakteri jihatda menimcha bunda 3 omilni aytib muhim. Birisi balla o'ziga ishonishi lozim. Psikologiyada shu o'ziga ishonmaslik bir insonning psixik sog'lomligining yadrosi deyiladi. Ya'ni bizning barliq psixik masalalarimiz tegi tektirini aytganda bir odamning o'zining qimmati, roli, qadriga nisbatan ishonchining yo'qligidan tug'iladi. Masalan, biz bir odamni xuduksirab ketdingiz ya degan vaqtimizda, shu xuduksirashning tegida shu odamning o'ziga bo'lgan ishonchining tavirnib qolganligi yotgan. Endi biz yaşayotgan jamiyatimiz yoki biz yashab kelgan jamiyatimiz Uyg'urlarning o'ziga bo'lgan ishonchisini barbod qiladigan bir jamiyat. Masalan deyli, biz şu Xitoy tuzilmasida yashash davomida Uyg'urlar biz kichikimizdan boshlab maktablarda o'zimizning o'qishda natijada Xitoylarga yetmaydiganligimiz ustulik bilan bizga singdirilgan yanimizda. Masalan, biz kichik vaqtlardan boshlab to'liq o'tir imtihonga qatnashgan bolalarga e'tibor numur qo'shib berdi. Yani Uyghur balla, Xitoy ballaga qaraganda imtihonni tuvan oladi. Shunga
numur qo'shib birimiz. O qarmoqqa e'tibor qilgan bilan amaliyotda tegi taktidini aytganda u bizning o'zimizga bo'lgan. Ya'ni Uyg'urlar matematika bilinmaydi. Uyg'urlar tabiiy fanni yaxshi o'rganmaydi. degan bir narsani bizning dinimizga urib sindirdi. Keyin asta biz mi shunda o'ylaydigan bo'lamiz. Zaten biz matematikani bilmaydi ekanmiz. Biz matematikani Xitoylardek bilmaymiz. Biz zaten matematikani o'rganmaymiz. Asta biz qilolmaymiz. Ular qila oladi. deydigan yerga keladi. Masalan, men bir narsani takrorlayman. Bizde bir maqol tamsil bor. Dixon bolasi kadr bo'lmas, egri yog'och badr olmaz, dixon bolasi kadr olmaz deydigan. Bunun ma'nosi nima? Yani millet karakterlik, yani bizden bütün dixonlarimiz, bizden balımız yaqancha yaxshi o'qisin. Birisi yaxshi o'qiyanmaydi. Yaxshi o'qiy olgan taqdirdami, kelgusida kadr olanmaydi. Kadrning balasi ondan kadr bo'la oladi. Bayning balasi ondan bay bo'la oladi. Ammo dixonning balasi yana qayta kelib dixonli bo'ladi. Yani ata-ana o'zining balasiga mushunda singdirdi. Balam sen haqancha o'rgansanmi, yana qaytib kelib etizlikda ishlaysan. Mana bu xil pozitsiya, bu xil tarbiya Uyg'ur millatining 90%dan ortiqini tashkil qiladigan dehqonlar qatlamida mushi mavjud. Mushi maqol tamsil o kadar qabul qilinganki, mesela men Yezida 2-3 yil o'qituvchilik qilib boqqan. İntayin cho'nqur ta'siratim bor. Yani Xitoy tuzilmasi maydonga ekelgan bir adolatsiz taqsimotdan bizning ota-onalarimiz yoki bizning dehqonlarimiz yakunlagan bir xato bir xulosa. Ama o'ziga ishonch bo'lmagan vaqtda bir inson hayotida mayli kasbda, mayli hayotda, hatto ayollik turmushida natija qozonmaydi. Kasbda natija qozonmaydi. Ayollik turmushi xotirjam baxtli o'tmaydi. Anadaki keyin eng çatak yeri bu o'ziga ishonmaslikni bolalarga miros qilib qoldirdi. Shunga har qanday sohada natija qozongan, muvaffaqiyat qozongan bir odamning o'ziga ishonmagan bir odamdan bo'lishi asosan mumkin emas. O'ziga ishongan kishilarla ondan natija qozona oladi. Shunlashqa agar hozir yoshlarimiz chet elda yashash davomida o'zini shu yerlik ba'zi yoshlarga selishtirib, masalan, Turkiyada qo'yatgan bolalar agar Türk o'quvchilar darsini yaxshi bo'lsa, o'zini yaxshi ifodalay olsa, shunlar o'zini ularga selishtirib, ularning ota-onasi bo'lg'achqa shunda yaxshi, ularning iqtisodiy g'imi bo'lmag'achqa shunda yaxshi o'qiyapti deb o'zini ularga selishtirish orqali o'ziga bo'lgan ishonchisini zedilasa, ana xato bo'ldi. Shunlashqa yoshlar har doim o'ziga bo'lgan ishonchni turg'izishni anlık bir hareketga aylantirishi lazım ve bu haqda tirishishni lazım. Xo'sh. Chunki o'zingga ishonmasang hech nimang yo'q desak xato bo'lmaydi. Albatta bu o'zga ishonish psixologik nuqtadan texmi uzun, ayrim bir programma qilib to'xtalish tegishli bir tema edi. Shunda demakki, muhimlik nuqtasida bir ta'kidladi. Ama ikkinchisi yoshlarimizda chuqur bir ruh bo'lishi lazım. Ya'ni bo'shashmaslik ruhi. Matonat deb ma'tab qo'yamiz. Bo'shashmaslik ruhi deganimiz bu bunday narsa. Bu ergizliqi bir ishqa tirishchanlik ko'rsatib to'xtab qolish emas. Balki uzoq muddatli bir nishonga nisbatan 5 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yil bel qo'yib o'tmaydigan bir xil bo'shashmaslik. Ya'ni qayta mag'lub bo'lsakmi o'rnimizdan tura oladigan. Bir qatim ishlatib mag'lub bo'lganligimiz bilan darhol men bu ishni qilolmaydi ekanman, men buning ahli emas ekanman deb o'zimizga tomg'i besib o'tadigan bir xil mag'lubiyatchilik ruhi emas, balki men tirishsamla, bo'shashmasamla, bel qo'yib o'tmasamla bu natijaga chuqur erisha olmayman deydigan bir bo'shashmaslik ruhi bo'lishi lozim. Xo'sh. Hozirgi ba'zi psixologiya tadqiqotchilarining bu odamni muvaffaqiyatga erishtiradigan psixik fazilatlarni tizgan vaqtda mushuni hozir birinchi o'ringa qo'yayotgan ba'zi tadqiqotlar bor. Ya'ni bo'shashmaslik. Balkim biz zihnimizning o'tkirligi yoki ojizligi jihatda farqli bo'lishimiz mumkin. Masalan, eng aqllisilik, eng ro'shan his qila oladiganimiz asli saqlash deydi. Masalan, ba'zi bolalar shundaqla bir qatim o'qib yodlay olishi mumkin. Ba'zi bolalar 4-5 qatim o'qib yodlashi mumkin. Ba'zi bolalar
4-5 qatimdan mi jik o'qiganda aran yodlayolishi mumkin. Ondan keyin maktabdagi kechirmishlarimiz farqli bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi iqtisodiy yaxshi ota-onalar yaxshi shaxsiy maktablarga berilishi mumkin. Deganga o'xshash har xil muvaffaqiyat qozonishga ta'sir ko'rsatadigan sabablar bor. Ammo shularning ichida oxirgi hisobda natija qozona oladiganlarning mutlaq ko'p qismi aqlliqlar emas. Oila kelib chiqishi yaxshi kishilar emas. Eng muhimi bel qo'yib bo'shashmaganlar. Endi hayot bir marafonchi yugurishga o'xshaydi. Bu herkes qisqarliq yugurish emas. Pelledan baldur chiqqanligi uning chuqur oxirgi manzilga baldur borganligini direk olmaydi. Bu isimizde bo'lishi lozim. Fakat to'xtab qolmaganlarla anandan keyin oxirgi natijaga erishadi. Shunlashqa bizning yoshligimizda shu bo'lishi lozim. Aslı mansanglamı mayli, ammo to'xtab qolma. Bu hayotda har vaqt 100 metrlik surat bilan yugurmaymiz. Erib qolamiz. Erib qolsak mayli, charchab qolsak mayli, yiqilsak mayli. Ammo yetib qolsak mayli emas. To'xtab qolsak mayli emas. Endi üçüncüsü mustaqilchanlik rolishimiz lozim. Ya'ni mustaqilchanlik degan vaqtda moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizni o'zimiz qamday oladigan, o'zimizga tayin oladigan. Qiyinchilik yoki tashqi sharoitning nacharligi ustidan o'zimizga tayinib sababi ve nurgun okuyuculardan, yaşlardan en köp anlaydıgan şikayetten birisi yaxşı okuyanlar diye vakitte bizi kaytırırgan bir inkasın neredeyse. Mektep taze yaxşı emas mahalle. Bizden okutuşda taze mesuliyetçi ama. Mektebimizin kütüphanesinde kitap yeterlik emas. Dep mani köstüdü. Yani eğer muşu şaraitim yaxşı olup ketken bolsa ben qaltis olup ketipdim. Mening muşu yaxşı okuyanmasligimdiki, mening muşu qaltis bulanmasligimning sebebi mening etrafımdaki şarait, bütün mesuliyetni etrafidagi sharoitga atıdı. Qarmoqqa u to'g'ridak qilgan bilan amaliyotda u mutlaq ko'p qism yosh bolalarning o'zini o'zi paypilishi, o'zini o'zi aldishidan boshqa narsa. Bizning Mehmet Ali Efendi'nin bir işi var. Mehmet Ali Efendi o'qish uchun Turkiyaga keldi. Turkiyaga kelgan vaqtda dastlabda maktabga kirolmaydi. Maktabning ishchisilar ishlaydi. Maktabning ishchisi ishlagan vaqtda ders anglaydi, derizesi uçuk sınıf peşine verip anglaydı. Yani sınıfın sırtı turib. Şunun bilan bunu ko'rgan maktab mas'ullaridan birisi nima ish qilyapsa, ders anglayotgandan keyin uningdagi ruhdan ta'sirlanib sınıfga kirib qo'ydi, shuni bilan o'qiydi. Endi shuni bir selishtirib berdim. Mesela Türkiye'de qaysi bir o'quvchining ahvoli hozir men tilg'agan Mehmet Ali Efendining sharoitidan nachar. Doğru. Amaliyotda u tegi takdirni aytganda o'zimizga bog'liq. Biz mustaqil ruh bilan yetishtirilgan avlod emas. Qanday desangiz, biz vatanda maktabda o'qisak, bütün maktabda o'qiganlarning g'ami o'qish tugagandan keyin mutlaq ko'pimizning g'ami. Ota-onalarning g'ami shu, davlat yetishtirgan tuzilmami shu, o'qish bitirib, oliy maktabda o'qib, undan keyin hukumatga ishlash. Yani hükümetin ma'lum bir organıda, yani tömür tabakka erişiş. Hoş. Bunun yeni bir manisi, sen üzerinin küçüğü tayinip can bakanmaysan. Sen çukur bir ornağa kirmesen, bir maaş almasan, sen öz iktidarını tayinip can bakanmaysan. Diyen bir uçur hemimizin bizning zavod tengishkimizga yezib etilgan. Shunlashqa masalan, vatanda bunda bir narsa nihoyatda ko'p uchraydi. Bir bola oliy maktabni bitirdi, keldi. Shuning bilan agar u salqa tavakkülchilik, sal bir g'oyiz va bola bo'lsa, ota-onasiga deydi. Dada ana, menga ozroq pullaringlar, men bir tijorat qilmoqchi, bunda bir iyilik tiklaydim. Yoki 50 ming so'm beringlar yoki 100 ming so'm desa, mutlaq ko'p qism ota-ona qanday inkos qo'ydirdi? Balasining o xil ruhidan, o xil tavakkülchiligidan suyunmaydi. 99% ota-ona suyunmasligi mumkin. Eksicha nima deydi? Balam,
Aran Ali mektep tutturdun, diplomunu aldın. Bir hanımı kılsak kılıp seni ma'lum bir organga kirgizili. Aşı balıska beğenmegen 50 ming, 100 ming, hatta 200 mingni Para verip. başkalarına para beriş arkalı hizmet ornağı eriştirişine tallaydı. Yani kelgüsüde demelişe çıkan vakitte mi maaş veremez mi? Doğru. Deydiğim bir xil fevkuladde zeybanı bir ruh babına atıkıydı. Biz bundan da hazır para vergen pulunu tenkitlisek yıllarca işlep mi tep bulanmagan? yıllarca işlem tep bulamayız. Bunun en mühim cerahet biz öz küçümüzge taynıp cenimize bakanmayımız. Bu şu hükümet olması biz hiç ne vermez. Hoş. Deydiğim bir uçurma. Yani biz müstakil bir ruhta devlet tarafından mı, aile tarafından mı yetiştirilemez. Mesela bir atağını bizde 20 yaşlık bir balasıga eğer ticaretçili olup kalsa amal yok. Balları çok dükkan vardı o ya ki şunu ügünüdü. Ticaretçiler ballarını ticaretçilik yetiştirdi. Ama mektepte okudu degenden ki yılla bizden şu oylaydığımız çok mektepte okuduğun kelgüsü bir yerde işleydi. Maşallah da böyle. Yani öz küçüğü tanıyıp can bakıdı da oylayamayız. Bu huddi üzümüz mağalaydı. Ama kiçikimizden başlap bizden kulumuzga hası tutkuzu koyganlığı üçün çoğun oğandın kiyimli bu hasını taşırıp etemeyimiz. Bu hasa emeliyatta bizden 3. putumuzga ayırılıp koyup olgan. Bu hasıdan ayrılıp yaşaşını tasavvur mu kılanmayız? Bu nokul can bekişilerle çekinip kalmaydı. En xatarlik tarafı bu bizim hayattaki barlık işleri tutan pozisyonumuzga kadar takılıdı. Mesela biz hazır çetinlik çıkardık ki kada oylatımıza. Palan devlet bunda vermedi, palan teşkilat bunda vermedi, palanı bana bunda yardım kılmadı. Dep kâsi kâmez, urunluk ya ki urunsuz şikayet kakşaştın başka nesi yok. Biz ne mana bu şikayet kıldırıvatkan, kakştıvatkan muşu zihniyetinin tigide şu xil taşqi güçke nispeten haddidi şunlaşqa bu mustaqilçılıkni ta'kidlashning sababidir. Her bir Uyg'ur yakka nuqtada öz o'ziga o'zi tayina oladigan, öz kuchiga tayinib o'zining jenini baqa oladigan, öz kuchiga tayinib o'zining ma'naviy ehtiyojini qondira oladigan, o'ziga o'zi bir tasalli bera oladigan, o'zining jarohatlarini eng zo'r darajada o'zi yalab, o'zi malham bo'la oladigan. Bunda bir iqtidorga ega bo'lgan vaqtda Uyg'ur jamiyatida mana shu mustaqilchilikka ega yoshlarning soni ko'paygan vaqtda bizning mustaqilligimizni tezlashadi. Xo'sh. Chunki u bir ruhning mahsuli. Mustaqillik niyatda iqtidin aytganda shu mustaqillik talvilarcha, saranglarcha yetishgan bir ruhning mahsuli. Endi psixik sapoji haqida texnik jiq narsalarni deyish mumkin asli. Mana shu uchi bilan xulosaga keltiraylik. Endi hozirlashga tegishli iqtidor bizning yoshlarimiz. Birisi ijodiy bo'lishi lozim. Ya'ni ijodchanlik iqtidorini favqulodda muhim o'rin qo'yish lozim. Hozir hammamiz taqlidchilik bilan bo'layapmiz. Xuddi vatandima birisi ma'lum bir mahsulotni ishlasa, yana bir shirkat shuning mahsulotini ko'tarib Xitoyda ichki zavodlarga kirib, mushuningga o'xshash yasab beralamsa deb mahsulot ishlaydi. Ya'ni aytib nomussizlik bilan doğraytdık, taklid qildik. İcadi bir narsamiz yo'q. İjodchanlik xuddi shunga o'xshash bizga tijorat savdoda muhim emas. Bugungi kunda hozir bizning da'voyimizda muhim. Qarab boqinglar, birisi bir xabar qanday qildi, 10-15 odam o'xshash xabar qanday qildi. İjodchanlik, ya'ni boshqalarga o'xshamaydigan nima qila olayman? Qanday qilsam yangi usul bilan başkalarına qaraganda texmi yaxshi unum va natijani qo'lga keltira olaman. To'g'ri. Chunki bir odamning qimmati uning farqida. Uning farqi uning ijodchanligida. Biz qancha boshqalarga o'xshab qolgan sira qimmatsizlikka qarab mang'an bo'lamiz. Chunki bizning qimmatimiz boshqalarga o'xshamagan o'ylay olishimizda, ijod qila olishimizda va farq yarata olishimizda. Mana bu ijodchanlik bizning yoshlarimizning energiyasida mavjud. Hem de ikincisi, bizde en yok bir iktidar. Ama
növbette Uygurlar için en lazım bir narsa. O bolsa mı? Hemkarlık iktidarı. Hemkarlık mı ameliyatlı bir iktidar. Hoş. Bizning ecdatlarımız hemkarlaşını bilmeyenlik karşını bilmeyatımız. Hem de hemkarlaşış bugünkü günde bayam degenim görüşüş meyli ticaret iktisadi noktasında etaylı. Bizning bu siyasi davayımız noktasında etaylı. Eğer Uygurlar, eğer hazırki yaşlar hemkarlaşını yüzünün adı buğulurga okşaş bilmese, o vakti bizim davayımızın kelgüsüne ait xatarlik bir yöneliş qarab mangan bo'ldi. Buni kesib aytish mumkin. Mayli bizning shaxsiy iqtidorimiz dunyoviy saviyaga yetsin. Agar hammamiz o'zimiz qurib olgan bir tog'ning atamoni bo'lmaydigan vaqtda biz hech qanday cho'ng ishni bo'libmi da'voyimizni yuksak pallalarga chiqarmaymiz. Chunki siyosiy da'vo bu kollektivning ishi, o bir hemkarlıkның mahsulu. Hemkarlık o yetildirishga tegishlik bir iqtidor. O özügüden paydo bo'lgan narsa emas. Bu hemkarlıkda ish taqsimoti oldu. Başkalar bizga ish o'rinlashtirdi, uni vaqt bo'yicha oladi, hisobini oladi. Biz uni berishimiz lozim. Muayyan bir vaqt ichida belgilik bir nishonimiz lozim. O'xshash bir ishni bir qancha parchaga bo'lib chiqishimiz lozim. Shuning hammasi bir iqtidor. Ba'zida bizni bir ishga buyursa bizga xo'sh yoqmasligi mumkin. Yana birisi bilan hamkorlashish, onun ba'zi qarashlarimiz yoqtirmaganligimiz uchun uning bilan bir ish qilishni xohlamasligimiz mumkin. Mana shularning hammasi bizning da'voyimizni faoliyat chalg'i tushirib qo'yadigan ejallik ojizliklardan iborat. Xo'sh. Shuningdek bu hamkorlik bo'lmaguncha, bu hamkorlik iqtidorini bizning yoshlar maxsus o'rganib yetildirmaguncha bizning ishimiz chatoq. İlmi işten başlap ticaret, iqtisadi işlara kadar siyasi davayımızda biz özümüzün şəxsi iqtidarını qanday yetildirgen bolsak, başqalar bilan bo'lgan hemkarlıqni shunday yetildirishimiz lazım. Mesela bunda bir narsani tasavvur qilib boqili. Biz dunyoga dаңliq şirketlarni anlaymiz. Mesela Amerika'nın Walmart bir dünyadaki en çok bir tanlov bozori şirket. Hazır benim bilişimçi onun dünyadaki dükkanı az degende 8.000 etrafında bo'lishi mumkin. Bir qancha yil burun 5.000 dükkanı varlığını görgendim. Dünyadaki en çok padişeti oldu gibi. Onun qo'lasida ishlaydigan bir qancha milyon adam var. O dünyada 100'den artık devletga tarqalgan. Amaliyotda u cho'ng bir tashkilot. Onun ichida g'oyat zo'r bir hamkorlik sistemasi mavjud. Şu kishilar neçe milyon adamni şu bir organ kurulmanın içinde xuddi g'oyat zo'r mashinaga o'xshash harakatlantirib, şu g'oyat zo'r iqtisodiy boylikni yaratyapti. Uning tegi taktiğini aytganda hamkorlashtirishdan iborat bir mexanizm var ve mush iqtidor bor. Ama biz vatanda bir do'konni 3 odam qamlashtirib ocholmagandik. Bir shirkatni bashimiz bir qamlashtirib mang'uzolmagandik. Qamlashtirib sherikchilikni qilolmagandik. Ayrılıp ketmegen şirkçilikte asasen yok. Çünkü ben savdo sohasida bir qancha yil yurgan. Buni biraz bevosita tajribalarim bor, bevosita kuzatganlarim bor. Hele hem iqtisodiy jihatda sheriklashishda qanday qamlashtirolmagan bo'lsak, bizning ba'zi da'vodagi ba'zi ishlarimiz shunga o'xshab qolyapti. Ya'ni hamkorlasholmayapmiz. Hemkarlaşanmaslık için sanoqsiz bahanelerni uydurup özümüzün ko'nglini özümüz hoş qilyapmiz. Palanning ma'lum bir mijozning qamlashmaganligi, bo'lmaydiganligi, uning o'zini cho'ng tutilganligi yoki uning o'zini olan bilginini yapqilganligi. Amaliyotda hamma inson o'z o'rniga qo'yilgan vaqtda, ya'ni hamkorlikdan iborat cho'ng bir mashinaning ichida u bir unum yarata oladi. Bu xuddi bir mashinaning ventisiga o'xshash. Agar o'z o'rniga qo'yilmasa, netice şu. Şunlaşka bizim yaşlarımız hazırdan başlayıp bu işini öğrenişi, yetildirişi lazım. Hemkarlık. Hoş. Yani üçüncü iktidar intizamçılık. Bu hemkarlıktan yine. İntizamçılık diye vakitte Türkçe tulu dep koyduğum bir yapı disiplin. Disiplin diyen ameliyatı şu intizam. Bir adam özünün hayatına bir intizam işine ekrem degende o hiç kandan neticinde kalıp gelmez. Yani siz qilishga tegishlik qilish zarur ishlarni emas, har doim ko'nglingiz xohlagan
nefsiniz dağıtkan işini kılıpla mağluğa adam bulup kalsanız, hiçbir zaman sizden kulağınızda iş çıkmaydı. Mesela bir heptinin içinde tüketüye çıktığı işlik bir kitap var tercümesinde. Onu kılgınız gelgen çağda kıldınız. Kılgınız gelmeyen çağda taşla koydunuz. Ya ki sizge uğurlaştırgan bir vazife var. 2 gün içinde kılışınız lazım. Siz onu intizamçılıkla kılmayın. Yani üzünüz başvurup tüketmeyin. Onu heptiki sozdunuz. Aslında siz üzünüzün kıymetini mi şu cemaat içinde yok kılısınız. Yani intizamcam olmak için bizden hayatımız, bizden turmuşumuz xuddi haşası yok, seylikке okşaş, xalagan toğu öydeklik kirip petiklaydigan bir etizlik aydın kaldı. Mesela deyli, siz bir ata-ana, hep de ahırda balanızla yoki aileniz bir aile yığınınız var. O sizin ailenizden bir intizamı. Eğer siz onu bir intizam süpütede bir estayil muamele kılmaya vaxtınızda, sizge birisi bir telefon kılıp, ada şembe günü bir çay içil degen dese maqul dep ketiversiz. Yok, mening bu yerda bir bekitip qo'ygan bir ishim bor. Men tegishlik bir ishim bor diyenmisiniz o vaqtda, siz bu hayotdan hech nima qo'l keltirolmaysiz. Chunki bir odamning ma'qul deydigan prinsiplari va yoq deydigan prinsiplari aniq bo'lishi lozim. Bu intizam orqali bo'ladi. Siz hamma odamga ma'qul deydigan bo'lib qolsangiz, o vaqtda sizning o'zingizning hayoti bo'lmaydi. Uçan sizin bu hayatınız ameliyatda müstakil özünüzge tava hayatını bulamaydı. Her daim başkalar kontrol kıldıgan, başkalarının telefonu arkalı kılıp mağınıgan bu parsanız kanalda bu doğru emas. Çünkü intizamçılık bizim yaşlarımızga nisbeten. Mesela kino görgüm kip kaldı edepli kino görüyorsunuz böyle. Özünüzde bir başkurup bir çenikanmışsınız bir tüzüm içinde. Özünüzde başkurup kitap okuyanmışsınız. Özünüzde başkurup məlum bir yaxşı işini adetinizge aylandıramıyorsunuz. Keyin siz hiç ne bulamayasınız. Hem de üçüncüsü, hem de hazırlaşma tegişlik 3 adet. Birisi, hazır yaşlarımız çokum ve çokum özlüküdün ügünüş adetini yitildirici lazım. Siz meyle mektepte okun ya ki okuma, bunu buluşunuzun katınızda, bugünkü günde özlüküdün ügünüş adeti yok ademle, hatta meyle ziyalıyla, hatta ehli öyle malı olsun, eğer bir özlüküdün ügünüş adeti ilgi olmasa, nahayet tızla konrap gitimiz. Biz bunu halayla halamayla şunu tavaldı. Çünkü bir insan, bir devrinin, bir cemiyetinin içinde andığın insan. O cemiyet şu devrinin suallarına cevap veriş için her vakit şunun yüzlenişi lazım, üzerine şunu maslaştırış için, üzerine her daim ıslah kılıp duruşu, özgertip duruşu lazım. Onun yolu özlükünü güneş. Şunu açıkla ben tulu bir gepim deyim. Yaxşı okuguçular o'qituvchisi o'rgangan narsani o'rganadigan o'quvchilar. Ammo haqiqiy qaltis o'quvchilar o'qituvchisi o'rgatmagan narsani o'rganadigan o'quvchilar. Her vaqt o'zligidan o'rganish ruhi bo'lgan vaqtda umrining oxirigacha, xuddi payg'ambarimiz hadisida deganiga o'xshash, beshikdan tushgacha o'rgangan vaqtimizda biz hayotimizning har qanday bosqichida duch kelgan xiris, har qanday masalalarga nisbatan açık tapalayımız, derhal onu hal kılalayımız. Çünkü biz daim ögünüp durumuz. Meselelerine nispeten derhal hal kılış usulünü bildiğin bir adetimiz var. Eğer özlükünün ögünüşünü taşıratken vaktimizde mektep tükengenlerimiz bir mezgil ötkendiğin asla kahve gelmezlikte başlaydı. İşte kitap okuş. Özlükünün ögünüşüyle bu kitap okuşunda bir toplum. Ben kitap okuşunda her kanday sorunda intan köp teklivatıma bunu da kimi ta'kidlayman. Uyg'urlarda bir kitap o'qish inqilobi qo'zg'alishi lozim deb o'ylayman. Bu kitap o'qishning foydasini bu qisqa vaqtda so'zlab tugatishni aytib qiyin. Ammo shunda bir obrazli o'qishda inson aqli bo'lganligi uchun, ruhi bo'lganligi uchun inson. Allah insonga aql berganligi uchun ondan vahiy avatgan va payg'ambar avatgan. Yani vahiyni ve peygamberini düşünerlikçilik akılını verip boğandan keyin andın vahiyni ve akılını verken. Eğer insan özünün yigelleri tarafından insan boğanmaz. Yani o cismani ihtiyacını kandırırsa insan boğan bolsa vakitte onun peygamber evetilmegen boladı, vahiy evetilmegen boladı, doğru yol göstermegen boladı. Çünkü bizden cismani cihetten yoldan tutup egegen bir müşrik bir ittin bizden farkımız yok. Bizde bak onun var.
Bizde var kan onundu mu var? Bizde var mine onundu mu var? Bizde var pot, kol onundu mu var? Fakat onu tutulamadı biz ölümağımız. Yani mahiyetlik farkımız yok. Cismani cihet. Bizni ulardan farklandırgan mahiyetlik nerse? Bizim ruhiyetimiz ve aklımız. Onda olganda sual şu. İnsan nerse, akıl ya ki ruh değilse o vakitte insan için en mühim nerse, cismi için mühim nerse bu ya ki akıl ruhu için mühim nerse. Bu şuna cevap versek kitap okuşun cevabını tapınız. Üçüncüsü, hani ben bek takitleyime bunuma. Yaşlılar çenek lazım. Beden çenek duruşumuz lazım. Bu ılıkım da adetteki iş emez. Beden çenek duruş bizim koşumçu hevesimiz emez, belki bir hayat adetimizge aylanishi lazım da. Bizim psixik sağlamlığımız noktasında minimizning o'tkir bo'lish bu. Esas saqlash qobiliyatimizning yaxshi bo'lish bo'lmas. Mana shularning hammasi bizning nimamiz bilan beden chiniq turishimiz bilan bevosita. Ruhimizning ko'taranki bo'lishi, o'zimizga bo'lgan ishonchimizning yuksak bo'lish bo'lmasligimi bizning beden chiniq turishimiz bilan bevosita. Bugungi kunda chet eldagi har bir yosh, har bir Uyg'ur beden chiniq turishi lazım. Bu bizim mecburiyetimiz, hatta diniyetimiz de böyle. Vatandım da öyle yapıyor. Üydün bir çeniqish üskünüzü tepilgan yaşlarını Xitay'a tutup gitti. Bu lager başlanıştan burun 2010 yıllardan keyin başlangan iş bu. Bulup mu Cenub taraflarda, Xotan, Aksu, Qashqar taraflarda üydün bir kütürdüğün bir dumbbell çıkan, ştangi çıkan, tartıdığın projeni çıkan ballarının hepsini tutup gitti. Nimişka? Sen beden çenik turup nimiş kılmakçı? Bu şu sual için. Ben daim eğer biz mühim ya ki emeskini bilinmeye kalsak biz Xitay'ın şu mesele hakkında bizim pozisyonumuzu qarab baksak olur. Xitay bizim en tatı almakçı olan neyse bizge en mühim neyse. Xitay bizge en köp bergen neyse biz için en kıymeti yok neyse. Biz şu formula boyunca oylansak nurgun narsalarning javobini topalaymiz deb o'ylayman. Xo'sh. Shunlashqa oxirgi tavsiyam chiniqish. Men endi gapni bek uzatmayman shunchalik yakunlay. Asli yoshlar uchun texnik ko'p gaplarni qila olishimiz mumkin. Ammo yig'inchoqlab shularni deyishim to'g'ri. Rahmat. Ko'p rahmat, hakikaten ixcham bir şekilde pek tafsili güzel bo'ldi. Allah razı olsun. İnşallah bu milletimizdeki parlaq kelgusi uchun eng qimmatli bo'lgan yoshlarimiz, kelgusi avlodlarimiz bo'lgan bu mas'uliyatimizni hammamizdan his qilib yetishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Shuning uchun bu programmalarni qilyapmiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Mayli ota-ona bo'layli, mayli har qaysi davlatlardagi, jamiyatlardagi rahbarlarimiz mana bu millatning kelgusi bo'lgan yoshlarimiz haqida bularni taraqqiy qildirish, bularni texnik har xil sohalarda yetishtirish uchun insonni chuqur planlar bilan agar ota-ona bo'lsa, ota-onasi buni jiddiy qo'llaga turgan shaklda bo'lmasa nurg'un yoshlarimiz mana bugünkidek ota-onasidan ayrilib qolgan bir shaklda yashayotganda albatta bu jamiyatdagi cho'ng mo'tabar kishilarga, jamiyatlarga tushadigan jiddiy bir vazifa. Bu sal qaralgan vaqtda keyin pushaymon olgan, qoch topolmaydigan davrlarga kap qilishdan burun Rabbim buni jiddiy bir shaklda qo'l tiqishga to'g'ri keldi. Ham biz ko'rib turibmiz, nurg'un yaxshi ishlarni qilyapti albatta jamiyatlar, shu sohadagi xizmatlarni qilayotgan jamiyatlarimiz. Buni texnik kuchaytirish kerak, hargiz yetarli emas deb qaraymiz. Bu media orqali biz boshqa har qaysi davlatlardagi bir sohada nihoyatda yetishgan, suyundigan, insonni suyundiradigan ishlar bo'layotgan bilan yana bir tarafda ojizlashib qolgan taraflarni yana ko'rib yetib, mayli shu milliy urf-odatni saqlab qolish, tilni saqlab qolish masalasi bo'lsin, boshqa taraqqiy topgan davlatlarda yashayotgan xalqimiz masalan bu masalalarni jiddiy kun tartibga akab bosh qotiradigan masala ekanligini bu ekrandan chaqiriq qilamiz. Rabbim inshaalloh pat arada o'zimizning mustaqil aziz vatanimizda hurligimiz bilan yashashga muyassar qilishini tilash bilan birga oldimizdagi sonda yangi bir mavzu bilan
uçraştırğuça Allah'a amanet boğayslar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.